Erkak kishi oilani boqmaydi. Erkak kishi oilani boqmaydi. Chunki uni o'zi ham boqiluvchi. Bu narsani man bir yilcha oldin eshitgandim. Ya'ni bir domlaga savol berishgan, man oila boquvchiman. Man ertaga uylanaman, erkak kishiman. Manda adashish bor. Nima qilaman ertaga? Ya'ni yechim kerak menga. Man oilamni boqishim kerak, farzandlarimni, ayolim, ota-onam, balo-badtar, u hamma narsa. Mana shu boqish, ularni kam-ko'sini ta'minlash, ularni qornini to'q qilish, ya'ni umuman olganda qora qozonni qaynashi. Va domla juda chiroyli javob qaytargan. Birodarim, san boquvchi emassan. Sani o'zing ham boqiluvchisan. Manga judayam yoqqan narsa bunda mana buni ancha oldin eshitgan bo'lsam ham hozirgacha fikrimni juda chiroyli tarzda o'zgartirib, dunyoqarashimni kengaytirgan mavzu. Ya'ni mani qo'limda emas qudrat. Faqatgina uning qo'lida. Hamma narsa yuqoridan keladi, undan keladi. Muammo tushsa qanaqadir boshimga yoki bo'lmasam og'ir vaziyat bo'lsa, nimadir bo'lsa, man o'zimdan qudrat qidirmayman, o'zimdan yechim qidirmayman. Birinchi undan so'rayman. Chunki mani ham u yaratgan, man unga bo'ysunuvchiman. Rizqimni, hayotimni, taqdirimni, barakamni, hamma narsamni u beradi. Shu oddiygina mavzu, shu bittagina gap qanchalik darajada insonni ko'p mavzu bo'yicha fikrlashini o'zgartirishi mumkin. Tasavvur qiling, sizda bir muammo bor. Masalan, sizga 100 ming so'm pul yetmayapti va siz 100 ming so'm pul qidirishga tushasiz. Nima qila olaman? Kimdan topa olaman? Kimdan qarz so'ra olaman? Nech kunda, nech soatda topa olaman? Qanaqa qilib topa olaman? Keyin uni qaytarib bera olamanmi? Qarzga qolib ketmaymanmi degan savol sizni qiynashi mumkin bo'ladi. Lekin yaxshilab o'ylab qarasangiz, siz o'zingizni qudratingizga tayanayotgan bo'lasiz bu momentda. Va bu noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki siz avvalo uni qudratiga tayanasiz, undan so'raysiz. Keyin u sizga sababchi qilib kimdirni jo'natadi yoki bo'lmasam boshqa yechim beradi. Bu qanchalik ajoyib bo'lishi mumkin bu narsani o'ylash. Ya'ni nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi qabul qilaman. Mani qo'limda emas, bu mani narsam emas, buni men hal qila olmayman. Hammasi Allohdan, hammasi u orqali hal qilinadi. Men undan so'rayman va keyin ko'nglim xotirjam bo'ladi. Yo u beradi yoki bermaydi. Ikkala vaziyatda ham shukr qilaman. Bersa ham shukr qilaman, bermasa ham. Chunki hammasi oxirida yaxshilikka bo'ladi. Water break. Suv ichdim va shu bilan bugun gapiradigan mavzuyim tugadi. Shu kichkina mesajni men yetkazmoqchi edim. Endi bilmayman, yogurt ichamanmi yo'qmi? Mavlonolarim.